Bizi ayollar, qizlar bo'lar bo'lmas kosmetologlarga borib pullarni behuda sarflayotgan bir vaqtda Yevropalik ayollar bu xizmatlardan to'liq voz kechishni boshlashdi. Chunki ular tabiiy go'zallik har qanday chiroydan ustunligini tushunib yetishdi. Ularda soxta yuz, soxta qomat qoloqlik ramziga aylanib boryapti. Buni DAF kompaniyasining 2004-yildagi reklama kampaniyasi boshlab berdi desa ham bo'ladi. Gap shundaki, ularning raqobatchilari o'zlarining reklama roliklarida modellardan foydalanayotgan bir vaqtda ular o'zlarining reklama roliklarida hech qanday kosmetik vositalari, plastik operatsiyadan foydalanmagan oddiy ayollarni olib chiqishdi va bu orqali odamlarga Xudo yaratgan ilohiy go'zallik har qanday chiroydan ustunligini va buni yetkazish uchun bitta sovun yetarliligini targ'ib qilishdi. Va shu chiroyni bizni sovun bilan asrab qoling degan mesajni berishdi va bu orqali ularning savdolari naq 700% ga oshdi. Ba'zi ayollar kosmetologlarga yotib olib pul sarflab va buni natijasi qanday oqibatlarga olib kelayotganini juda yaxshi ko'rib turibmiz. Qiyshaygan yuzlar, bachkana lablar, to'g'rilab bo'lmas jarohatlar. Haqiqiy go'zallik tabiiylikda. Hurmatli erkaklar, 8-martga endi siz qanday sovg'a olishni juda yaxshi bilasiz.